oddiy shishani o'tda eritib, muzli suvga tomizsa, olmosdan ham qattiq bo'lib, o'q ham o'tmas ekan unga, paras ham bosalmas ekan, hattoki mashinani baloni ham esishni solmas ekan. Bu chiqqan narsani endi hozir ko'ramiz, qanaqaligini. Yolg'onmi, haqiqatmi, hozir sizlarga bilib beramiz. Qarab turing. Suvgamiz. Suv. Ikkita tomiz olayım, bir yo'li. Ya, bir yo'li ikkita tomiz olayım, to'g'ri. Mana endi haqiqatni ko'rasizlar. Mana suvni to'kamiz. Mana shu internetda reklama bo'lgan narsalar. Mana oldin qo'lda qisib ko'ramiz. Bu yolg'on ekan, ishonmanglar, bo'lmagan narsa.